Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan hurmatli podpishchilar, xudo xolasa yana bitta mana chiroyli mashina patoloq yutdi. Ko'rib turganingizdek 3D chekalari ham duxurili patolog. Chekasida ham natijada bugunlar ham natijada chekasida mana svitinglari bor. Mana ko'rib turganingizdek o'rtasi mashinada 3D natijada patolog diod tashaganmizda lenta chekkasiga svitin lyustralar uchgandan keyin diod orqasidan zo'rg'it beradi. Ko'rib turganingizdek mana o'rtasi 3D chiroyli chiqdi. Chekkasida svitinlar ham aboylar urilgandan keyin bu yanada ham ochiladi. Lyustralari ilib ponni podключ qilib qo'ydik. 100 ga baho berib bitta makizani bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa yanada qiziqarli videolar oldinda.